10 litrli shilagi 150, 5 litrlisi 100 so'mdan Shishma ovulundan kelgan Nasibullinlar oilasi yarminkaga boqsha o'ng'ishi bərəngi olib kelgan. 64 bərəngi üstürəbiz, üzübüz, balalar buluşarlar, jey boyuna şulay. Hali bizden kelgençe bana produksiya yap keldik bərəngi kişir. Olalar qolib, bek kuanıb alalar. Yeşilşələr, tuzlanmalar, to'ngdirilgan jilak jemish, baliq, erta yozdan shashilasi so'g'an, yarminka bu yo'lida har kimni qanoatlantirlik. Eng muhimi o'zibizniki sinalgan deb sotib oluvchilar. Решали отлично. Было действительно kiedy keçkalarning urman balı, hazır korap küpmezde verdim tavu bulmadı. Urman balı var, naturalni yüke balı bula bu. Degenderek barsanganda daşı zirna satalar. Halı kadır kış bu yaşatıp bitirdi zirna gerek. Pisuk satalar adam balası. Bərəngi ye, bütün eyver var. Rayon kullanuvchilar jamg'iyati Nurlat shakar zavodida o'z produksiyasini taqdim etdi. Nurlat elevatori olib chiqqan 3000 tonna yarim oshliq yarminkaning birinchi soatida sotilib bitdi. Nurlatlar Fayzullinlar teplitsasida o'sgan qiyorlarni Nurlat seti olib chiqqan halal itni da ko'plab oldi. Biz Kilbay Marasadan keldik. Meni mayasыбыз. Biktevne maya alalar Allah'a şükür. Kilosu 280 so'mdan. Naturalniy bir narsasi yo'q. Yaxshi mayalar yasыбыз. O'zimiz süt savabız o'zimiz yasыбыз. Agrariy Süleymanov xo'jaliklaridan kelgan mashinalar tirasida nashriyotlar, sotib oluvchilar orasida yarminkalar otna sayin bo'lsin edi degan tilaklarda eshitildi.